Qashqa viloyat bo'yicha eng chong bobixona mana. Yakanda biz bunda bobixona rasm sifatida zotni ishab qo'ysak, pishmayak bobixona ichilib deb namida debsizlar. Bobixonlik eng bobisi mana bu. Qashqa viloyat bo'yicha bilmi qanchalar? 200 ming. 200 ming doirasida. Oy. Ma bobixonning bobisi. Ha. Cho'ng'isqina. Cho'ng'iksa, men kindab. Mana butun mashinaniki to'liq ishni tushgan. Motor. Motor. Ha. Motor korobka. Katandan chiqdi deymiz. Qalanlar yantirib buni. Har qanday mashinaniki butun motor korobka zapchastlari bobixonning cho'ng'ig'lik uchun mishada mana butun bobixlab ishni tushgan mashina. Tez suratda 3 kun, 5 kungacha bo'lganlikda Qashqa viloyatining nomidan chiqqan, nomimizni o'chirgan dazna qo'lingizda tekis boqayam bu. Mana bu stoldan naq maydonda hozir to'g'rab, kisqaligini kishab, naq maydonda dazni urab, yana birga Qashqa viloyatining nomidan chiqqan dazj bana. Ay, olaygan suratga. Xatni ben köyüme düşünemem demiştim ama gel başkan tamam mı? Hava asasen moto, mashina, söpek, traktor, jonsanji har qanday qatnash vositasi bo'lsa, namni ko'chiradigan. Ishga olsin boshqa qatnash vositasi. O'lchamlik bu rasmiy chiqaradigan o'rin bu. Eni tushunish oldu bana. Ay bay! Men. En tushunish oldu. Ama şu qo'lingizga qatnash vositalarini bobiqlikqa uran mush yakanda. Yakin akasanga, ma'lum shu shirkatniki cho'ng tarmoq qashaqqa yaramaw. Yani onu qalıqda Simiz zavtın 100 metre ayak masanız muş oraya yetip gelseniz tapamalmış ya kesan bolda jigim desat ochoq. To'g'ri. Bo'lmag'ib qolsa yakandagi o'rni shu Adiljonning qo'lida. Adiljonga aloqa qilasizlar. Bu numaranglar? 131 998 83 46. Ha, bu numaraga aloqa qilsangiz bo'ldi. O'rni yakandagi aylanmalar qilishadigan mishada o'qidi bor. Biz muş bopi olab kattadan chiqqanlar mush kesan boldan.